Bugünkü dersimizde birinci ayette Allah Teala Allah'a ve Allah'ın elçisiga itaat kılınlar, ular çağırsa icabet kılınlar dedi. Bu ayetga qaragan vaqtimizda bu hadis inkarchilarga uchuq radiyamiz. Albatta bu va bundan boshqa yuzlarcha oyat bor. Ochiq shaklda Rasulullohga ergashishninki vojib ekanligi, farz ekanligi, hadisning hujjat ekanligiga ishorat qilgan nurg'unlagan oyatlar bor. Masalan, bugun o'qigan birinchi oyatimiz bu nihoyat uchuq bir dalil. Alloh taolo nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ey Allohga ishongan kishilar, Alloh va Allohning elchisi sizlarni hayotlikqa erishtiradigan ishlarga chaqirgan vaqtida uningga darhol ovoz qo'shinglar, uni darhol ijro qilinglar dedi. Allah Teala hergizmi Allah çağırgan vaqtida deb to'xtamadı. Nima dedi? Allohning elchisi deb Allohning elchisini qo'shdi. Demak, bu oyatni uchuq bizga Allohning so'zi bo'lgan Qur'on Karim hujjat bo'lgandek, Allohning payg'ambari bo'lgan, Allohningki elchisi bo'lgan Muhammad alayhisolamning so'zlari, ya'ni hadislarining bir hujjat ekanligiga uchuq oshkora dalil bo'la oladi. Undan boshqa yuzlarcha oyat bor. Ma yuti'ir rasul faqat ata'alloh. Kimki elchiga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi deganga o'xshagan. Ammo bugungi kunimizda hadis inkarchilari deb o'zini atib olgan bu kishilar o'tirg'i chiqib, diniy seviyesi tüyen kişilerin arasında her xil ig'volarni taqib kişilerini qaymoqtiradi. Amaliyotda bular o'zlarini Qur'onchi, biz degan Qur'on bilan amal qilamiz deb atib olgan bo'lsa-mu, bu oyatga qaragan vaqtimizda bularning Qur'onchi emas ekanligini ko'ra olamiz. Chunki Qur'on Karimda Allohga va Allohning elchisiga itoat qilishga buyurdi. Va shundaqla bugun o'qigan darsimizda Alloh va Allohning elchisi sizlarni hayotlikqa erishtiradigan ishlarga buyurgan vaqtida uning darhol ovoz qo'shinglar, uni ijro qilinglar dedi. Ya'ni Allohlar deb to'xtamasdan Allohning elchisi dedi. Bu oyatning ochiq dalil. Shuning uchun ularning Qur'onchi emas ekanligini ko'ra olamiz. Ya'ni ularninki hadisni inkar qilishlar emas, Qur'onni inkar qilganligi, Qur'onning o'z xohishi bo'yicha tushunimizda uni rad qilganligini ko'ra olamiz. Undaqda o'zini Qur'onchi deb atavagan bu hadis inkarchilarininki Qur'onda aniq payg'ambarimizga ergashishning vojibligi, farzligini bildiradigan oyatlar bo'lsa-mu, yani buningga ishonmaslikninki va hadisni inkar qilishda chang turib olishning sababi nima? Endi bularning bunda ikki xil maqsad bo'lishi mumkin. Bularni biz endi hadis inkarchilari deb ataymiz. Amaliyotda bular biz degan hadisni inkar qilamiz, Qur'on bilan amal qilamiz deydi. Lekin yuqorida o'tganimizdek bularningki Qur'onning oyatlarini inkar qilganligini ko'ra olamiz. Shuning uchun bular hadis inkarchilari emas, bular din inkarchilari, islomning inkarchilari bular. Endi buning maqsadi birinchidan mana shunday hadisni inkar qilamiz degan bahona bilan, mushu qalqon bilan islomni inkar qilish, kishilarni dindan yiroqlashtirish va yoki dinni buzish maqsadi bo'lishi mumkin. Kimishqa desanglar, hadisni inkar qilamiz deb hadisning hujjat ekanligini o'ttirdan qoldirgandan keyin Qur'onni o'zi xohlagan bo'yicha tushunadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ko'rsatgan bo'yicha emas, xohlagan bo'yicha tushunadi. Namozni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zi ko'rsatib o'qib bergandek 5 vaqt emas, qancha vaqt qo'ydi? 3 vaqt qo'ydi. Hatto keyin taraqqiy qilib namoz o'qimasimi gunoh olmaydi deydigan mushu holat keladi. Demak, bularning birinchi maqsadi dinni buzish, dinni o'zgartirish, xohlagancha dinni tushuntirish. Bu xil kishilarni deb ataymiz, dinga dushmanlik qiluvchilar, ziyankesh qiluvchilar deb ataymiz. Ikkinchi bir maqsadi diniy saviyasi tuvan, sodda, bundaq kishilar bir haqsiz islom izlab, ya'ni jafosiz islom izlab bularningki yo'lga kirib qolishi mumkin va yoki mushlarning yo'lini tashviq qilib qilishi mumkin. Nimishqa desanglar, hadisni inkor qilgandan keyin islomda bir amal ibodat qolmaydi-ki. Hadisni inkor qilsa namoz qolmaydi. Hadis inkarchilari qo'shnoqchiligi, shular degandek namoz o'qimasimi gunoh olmaydi deb namozsiz islom, ro'zasiz islom, hajsiz islom, ya'ni amal ibodatsiz bir islomni ismi bor, jamiyatda hech qanday bir ta'siri bo'lmagan, mana shundaq bir islomni o'ttirib chiqish uchun bu yo'lga kirib qolishi mumkin va bu yo'lni tashviq qilib qilishi mumkin. Amaliyotda bir odam haqiqatni topqusi bo'lsa, amaliy shaklda izlansa, Qur'on Karimni yaxshi o'qisa, bu hadis inkor qilamiz degan kishilarningki naqadar johil ekanligi, bilimsiz ekanligi va shundaqla g'arizining yomon ekanligini ko'radi. Chunki yuqorida o'tganimizdek bu hadisning hujjat ekanligi bir emas, yuzlarcha oyat bor. Aql egalari vaqt izlab baqsa, haqiqatni topa oladi. Muhojiratga Uyg'ur musulmonlarining dindan yiroqlashib ketayotganligi, dindan suslashib ketayotganligini ko'ryapmiz. Unda dinimizni himoya qilish uchun nimalarni qilishimiz kerak? Iymon, islom bir musulmon uchun eng qimmatli narsa, jindan aziz bir narsa. Oldindan buning bir ahamiyatini bilish lozim. Buning ahamiyatini bilgan vaqtimizda ondan keyin uni himoya qilamiz va himoya qilish yo'lida badallarga chidaymiz, u badallarni to'laymiz. Nimishqa desanglar, har qanday bir qimmatli narsani qo'g'dash badal talab qiladi. Bir oltinni qo'g'dash badal talab qiladi-ku. Uning uchun nurg'un jafo sarf qildi insonlar. Endi oltindimi qimmatli bo'lgan, bizning jinimizdami qimmatli bo'lgan dinimizni himoya qilishmi ma'lum jihati badal talab qiladi. Unda badalsiz, jafosiz, qiyinchilik topmay, ba'zi rohatlarimizni voz kechmay turib, men dinimni qo'lsam bo'ladi desa, qo'g'da bo'lmaydi. Shunga bu jihatda oldidan dinimizni qo'g'dash bugungi jamiyatimizda bir badal talab qiladi. Erdan, ayoldan, bir oildan tirishchilik talab qilganligini indiya jihatda hozir o'shimiz kerak. Masalan, bu savollar ko'p so'raladi. Ba'zi qarindoshlarimiz oila ahvolini kuzatgandan keyin televizorning kontrolsiz ekanligi, televizorning u oiladagi bolalarning axloqini buzayotganligini his qilib, televizorni yo'qotdi desa, televizorimiz qanday bo'ladi? Televizorimiz balani kontrol qila olmaydi deydi. Unda badalsiz qanday bolangiz axloqini qo'daysiz? Qanday uyda diniy oila muhiti yaratasiz?
Qanday diningizni himoya qilasiz? Masalan, ba'zi kishilar bor. Yana so'raydi. Qarasak, tor sal keng qo'yib etilgan. Bolalar tor o'yinlari va yoki har xil axloqsiz ishlarga tor yo'li orqali erishgan. Toringizni kontrol qiling va yoki torni uzib eting deyilsa, torsiz qanday yashag'ili bo'ldi? Torsiz qanday bir uyda nurg'unlagan ishlar tursa deydi. Amaliyotda tor ehtiyojimizni qo'l telefonimizdan chiqishi mumkin. Endi qanchalik muhim, shu bizning dinimizni himoya qilaman degan bu tirishchiligimizga badal to'lashga arzimamdi shu ayrilgan narsamiz. Buningga qarab taqib, andan keyin baho berishimiz kerak. Unda hamma narsamizdan badal to'lamay, hamma rohatimiz joyida bo'lib, din himoya qilmasak, himoya qilolmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bikoh o'zining yurtidan ayrilmagan. Eng suyumlik bo'lgan yurtini nima uchun tashlagan Rasululloh? Dinimni himoya qilaman deb. Sahobalar Habasistonga, yoq yurtga nima uchun hijrat qilgan? Dinimni himoya qilaman deb. Ma dinni himoya qilish unda oddiy ish emas, aziz qarindoshlar. Bizning dinimizni o'g'irlaydigan o'g'irlar bek ko'p. Yashagan muhitimiz o'g'irlashi mumkin. Shuning uchun dinimizni himoya qilish uchun men nima bo'lsa qilaman deydigan bir iddia kelsak, shundaqla dinimizni himoya qilish yo'lida badallarni to'layalsak, ondan keyin biz dinimizni himoya qila olamiz. Alloh subhanahu va taolo bizning ko'rsatgan tirishchiligimiz qarta bizning oilamizga tavfiq hidoyat berishi mumkin. Ba'zi qarindoshlarimiz Amerikada uchur qildi. Biz yashayotgan shtatda bolalarimizga axloqiy bo'lmagan ba'zi narsalarni o'rgatadi. Masalan, LGBTning shunga o'xshagan axloqsiz narsalarni o'rgatadi, qanday qilamiz deb. Agar siz yashayotgan shtatda bolalaringizning iymoni, islomi, axloqi daxil taraziga uchursa, daxil taraziga uchurmaydigan bir shtatga yo'tkiling. Iymonni saqlash uchun mana shunday yurtdan yo'tkilindi. Bu bir hijrat bo'ladi. Hijrat intayin bir ulug' ibodat. Ilk gunohlarning hammasini kechiradi. Shuning uchun bugungi kunimizda o'zimizning iymonini saqlash uchun, bolalarimizning iymonini saqlash uchun, oilamizning iymonini saqlash uchun men nima bo'lsa qilaman deydigan bir iddia kelmasak, unda ularniki, bunda ularniki deb o'tib ketsak, balkim bolalarimiz tug'an siri iymonsizlashib ketishi mumkin. Shuning uchun bu haqda men bir badal to'layman, badal to'lashga tayyor deydigan bir iddia kelish kerak. Undan boshqa oilada diniy qimmat qarashni yuqori ko'tarish kerak. Ko'pinchimiz voy dinimiz susishib ketdi, voy ki bolalarimiz axloqsizlashib ketdi, voy ki dindan yaqinlashib ketdi, namozga turg'ilmaydi deb har xil shaklda shikoyat qilamiz. Ammo dinga bergan ahamiyatimiz qanchalik oila ichida. Hozir hammamizning bolalar maktabda qo'ydi. Bolalarimizga maktabga berganchilik ahamiyatni din qarta bir vatandiq va ular o'rgatyapmiz. To'g'ri, o'qishga ahamiyat berishimiz kerak. O'qishning muhim ekanligini bolalarimizga singdirishimiz kerak. Endi shu o'qishga bergan ahamiyatimizni tuvallatmay turib, dinga uningdimi bakroq ahamiyat berishimiz kerak va shundaqla bolalarimizga dinning uningdimi muhim ekanligini bildirishimiz kerak. Atdeganda sahar turib, bolalarimizga maktabga berishning muhim ekanligini bildirishimiz kerak. Buni tuvallatmay turib, uningdimi muhim bo'lgan bamdaq namozga o'tirishning muhim ekanligini singdirishimiz kerak. Biz oilada nimaga eng muhim deb ahamiyat bersak, bolalarimiz shuni muhim deb biladi. Shunga oiladagi qimmat qarashimizni islom ustiga qurishimiz va shundaqla bu islom ustiga qurgan qimmat qarashimizni eng yuqori pallada tutishimiz kerak. Islom bizning jinimiz, islom bizning yo'limiz ekanligini farzandlarimiz qadar buni so'zlab turishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Undan boshqa oilada diniy kitob o'qish, haftada bir qatam bo'lsin-mi, bolalar bilan yig'ilib, va undan boshqa darslarni tinglashga o'xshash oilada diniy o'rganish muhiti yaratish lozim. Bu misal qarasa bo'lmaydigan ishlarning birisi. Agar yig'ilib ijtimoiy shunday islomiy faoliyatlar olib qolsa, uni ilib berish kerak, uni ahamiyat berish kerak, uning muhim ekanligini bolalarga tushuntirishimiz kerak. Ya'ni uning bir muhim ish ekanligini tushuntirgandan keyin bolalarni uningga muhim deb qaraydi. Oxirida aytganim, buning qarta ota-ona bo'g'ichi bolalarga yaxshi o'rnak bo'lish kerak, chunki bolalar ko'rgandan o'rgandi. Ota-ona dinga ahamiyat bersa, namozga ahamiyat bersa, Qur'onga ahamiyat bersa, bolalarga shuningga ahamiyat beradi. Ammo biz bolalarni hey namoz o'qi deb qo'yib, o'zimiz namozga kechiktirib o'qisak, ahamiyat bermasak, uning qarta o'zimizda bir muhimlik tuyg'usi bo'lmasa, bolalarda muhimlik tuyg'usi olmaydi. Biz bolalarimiz qarta eng muhim narsaniki din islom ekanligini tushuntirsak va buni his qildiralsak, bolalarimiz inshaalloh shu bo'yicha tarbiyalanishi mumkin. Undan boshqa oila aralashgan kishilarni yaxshi tanlash, ya'ni dinga ahamiyat beradigan o'zining tipik kishilarni tanlash, do'stlarining aralashgan do'stlarini yaxshi do'st tanlab berish va unga diqqat qilish va shunga o'xshagan nurg'ulg'an usullar va vaqt izlansa, men dinimni qanday qilsam himoya qila olaman deb izlansa, mana buning nurg'un usullari bo'lishi mumkin. Demak, tirishchilik ko'rsatish kerak. Oxirida aytganim, eskartadiganim, dinni himoya qilish bu bizning hayotimizning oxirigacha bo'lgan bir mujodala. Mayli nada bo'layli, biz xotirjam bo'lib ketsak, iymonimizning xotirjam bo'lib ketsak, chatoq chiqadi. To'xtamay tirishchilik ko'rsatish kerak. To'xtamay uning qarta mujodala qilish kerak. Ya'ni izchil holda uningga tirishchilik ko'rsatish kerak. Hatto siz masalan bolangizni haramga olib kirib, men Kabani qashqab qo'ydim deb usib ketilayotgan bir bolangizni xotirjam bo'lib ketsangiz, uni tashlab qo'ysangiz, uning ahvolidan xabar olmasangiz, surishti qilmasangiz, balkim bolangiz yo'ldan chiqib ketishi mumkin. Ammo Turkiya yoki Yevropada turib, ahamiyat bersangiz, tirishchilik ko'rsatsangiz, bolangiz itqoqliq bir inson bo'lishi mumkin. Bu xil ahvollarni biz ko'rdik, bilamiz. Yevropada turib, hatto Amerikada turib bolalarni qari qilgan nurg'un kishilar bor. Qur'on yodida turgan nurg'un kishilar bor. Ammo Makkada yashab, hech qanday bilimsiz yurayotgan nurg'un yoshlar bor. Bu deganlik hargizmo Makkaga borganlar bekor bo'lib ketadi, Amerikaga borganlar qari bo'ldi deganlik emas. Bu deganlik tirishchilik ko'rsatsangiz, nada bo'lsangiz, siz izlagan narsangizga erisha olasiz. Alloh subhanahu va taolo sizning tirishchiligingizga qarta sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Innallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizning yo'limizda, bizning dinimizda tirishchilik ko'rsatganlarni biz yo'limizga boshlaymiz dedi. Bugungi darsimizda deganimizdek, mushundaq vatandan rohat muhitga chiqqan ziyoli va o'quvchilar mas'uliyatini unutib ketyotidi dedingiz. Undaq bo'lsa, men bir o'quvchi bo'lish sifatim bilan dinimga va millatimga to'g'ri o'qish uchun nima ish qila olayman? Oldin ukam, siz bir o'quvchi,
o'zingizga tayyorlayotgan bir yigit. Siz millat uchun tuhfa qo'shish uchun va shundaqla bizning bugun o'qigan darsimiz bo'yicha shukr qiluvchi kishilarning qatoridan bo'lishingiz uchun, xoinlarning qatoridan bo'lib qolmasligingiz uchun men millatim uchun xizmat qilaman degan iddiani birinchilab iddiyangizda hozirlaysiz. Hargizmi men o'qib, ma'murlar, xizmat kirishib, bir uy olsam, mashina olsam deb bizdan birga yashayotgan turk xalqqa o'xshash, turk o'quvchilarga o'xshash tafakkur qilmaysiz. Iddiyani har vaqt mening vatanim Sharqiy Turkiston. Men ana shu mazlum xalqning avlodi. Men o'qib shu millatim uchun xizmat qilaman degan iddiyani hozirlaysiz. Mushu iddiyasini nurg'un ishlardan saqlaydi va shundaqla nurg'un ishlarga undaydi. Ikkinchi bo'lib, men bir yaramliq avlod bo'lsam, ondan keyin shu millatim uchun xizmat qila olaman deganga ishonishingiz kerak va shu bo'yicha tirishishingiz kerak. Chunki hozir siz bir o'qiyotgan o'quvchi, siz nima ish qilsag'ili bo'ldi? Millat uchun siz qancha qimmatli odam bo'lsangiz, qancha iqtidorli odam bo'lsangiz, millat uchun cho'ng xizmat qila olasiz. Bu nuqtaga yetgan vaqtimizda navbatda sizningki tirishib o'g'anligingiz millat uchun xizmat qilaman deb va shundaqla har xil mahoratlarni o'rganganingiz, o'zingizni bir qobiliyatli odam qilib yetishtirman deb har xil bilimlarni o'rganganligingizning o'zi millat uchun xizmat qilganlik bo'ladi. Shu iddiyada, shu niyatda. Bu har bir odamning shukr qilishi, har bir odamning mas'uliyat ado qilishi qila oladigan iqtidori qarta bo'ladi. O'quvchilar yaxshi o'qib, kuch yetgan miqdorda, sharoit doirasida, imkon doirasida uni millat uchun ishlatish kerak. Puldorlar pullarni millat uchun ishlatish kerak. Ziyolilar qalamini millat uchun ishlatish kerak. Har birimiz o'zimizning uchun shu millat qaratgan vaqtimizda ondan keyin o'ttirdan bir narsa chiqadi. Shuning uchun siz o'zingizni men bir mazlum millatning avlodi, mening ustimda bir burch va qarz va mushu ado qilmasam bo'lmaydi degan iddia bilan tirishchilik ko'rsatishingiz, qo'lingizdan kelgancha xizmatlarni qilishingiz, ijtimoiy faoliyatlarga aktiv qatnashishingiz, qo'lingizga kelgan miqdorda, ya'ni o'zingizni millat uchun bir tayyorlashingizning o'zi ana shu millat uchun qilingan bir xizmat va shundaqla sizni Alloh subhanahu va taolo xoinlarning qatoridan saqlab, shukr qiluvchi bandalarning qatoridan bo'lishga sabab bo'ladigan ishlarni bersa. Shuning uchun o'quvchi o'qiydi, tijoratchi pul topadi, ammo hammasi diqqatni qartadi, oxirgi xizmat nishonini qartadi, bizning millatimiz qartadi. Masalan, o'qib bo'lgandan keyin turklarning qashi yuqoroq maosh ekan deb kessangiz, bir millatning xizmati bo'lib qolsa, bu yerda siz yana yo'ldan chiqdingiz degan gap. Darsda deganimizda ko'pinchamiz qaydash psixikasi bilan umidsizlik petyapmiz. Chet eldagi ahvollarni ko'rib, hammamizda degudek ozgina umidsizlik alomatlari ko'rinyapti. Buning qarta nima ishlarni qilamiz va umidsizlikdan qanday saqlana olamiz? Umidsizlik navbatda Uyg'ur jamiyatida yuqori pallada, ammo buning tagida yotgan omillar bor. Allah subhanahu wa ta'ala bizni umidsizlikka tushib qolmasligimiz uchun nurg'un oyatlarni tushirgan Qur'on Karimda. Inshaalloh biz kelarki darsimizda bizga, ya'ni bizga o'xshash umidsizlikka tushib qolgan millatlarga tushgan oyatlarni o'qiymiz inshaalloh.